Qozog'iston va Yevropa Ittifoqi strategik sheriklikni mustahkamlashda davom etmoqda. Bryusselda bo'lib o'tgan davra suhbatida Yevroparlamentning 3 fraksiyasi deputatlari, shuningdek Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan aloqalar bo'yicha delegatsiya a'zolari ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish istiqbollarini muhokama qildi. Ular Qozog'istonning iqtisodiy taraqqiyoti va mamlakatda siyosiy modernizatsiya, davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, institutlarni demokratlashtirishga qaratilgan islohotlarni qayd etdi. Yevropalik ekspertlarning fikricha, Qozog'iston tanlagan yo'nalish uning Yevropa Ittifoqi uchun jozibador hamkor sifatida ahamiyatini oshiradi. Bu tajriba Markaziy Osiyo Yevropa uchun qiziqarli. Yevropa uchun bu ilhomlantiruvchi misol. U biz uchun kerak. Chunki Yevropada o'zaro bo'linib olganmiz. O'zgarishlar Qozog'iston hukumati bizga berayotgan juda kuchli siyosiy va geosiyosiy mujda. Tarixiy davr kechyapti. Yangi geosiyosiy muvozanat Qozog'istonga Markaziy Osiyodagi mavqeini mustahkamlash, Yevropaga esa mamlakatni va birgalikda rivojlantirishimiz zarur bo'lgan imkoniyatlarni yaxshiroq bilish imkonini bermoqda. Transport sohasidagi o'zaro bog'lanishni, shu jumladan o'rta yo'lakni rivojlantirish, Qozog'iston va Yevropa o'rtasida bevosita aviaqatnovni kengaytirish, shuningdek Qozog'iston va Yevropa Ittifoqi o'rtasida viza rejimini soddalashtirish bo'yicha muzokaralarni ilgarilatish masalalariga e'tibor qaratildi. Mamlakatingizdagi voqealar, amalga oshirilayotgan islohotlarni diqqat bilan kuzatib boraman. O'ylaymanki, mamlakatingiz ahamiyati tobora ortyapti. Sababi Rossiya va Xitoy o'rtasidagi geografik joylashuv, nodir yer minerallariga boy zamin. Qozog'iston, Fransiya va Yevropa Ittifoqi savdo hajmini oshirishi zarur deb hisoblayman. Shuning uchun bu yerga keldim.